Bir daqiqada grammatika o'rganamiz. Bugungi o'rganadigan strukturamiz be to plus infinitiv. Ikkinchi strukturamiz be about to plus infinitiv. Be to plus infinitiv strukturasini biz yaqin kelajakda sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan voqea hodisalarni aytish uchun yangiliklarda ishlatamiz. Misol uchun, police officers are to visit every home in the near area. Politsiya ofitserlari yaqin hududdagi har bitta xonadonga tashrif buyurishadi. The main road to Naples railway line is to be reopened today. Asosiy Rim-Naples temiryo'l liniyasi bugun qayta ochiladi. Be about to plus infinitiv strukturamizni esa odatda og'zaki nutqda ishlatamiz va yaqin kelajakda sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan ish-harakatlar uchun ishlatamiz. Misol uchun, we are about to eat. Do you want